Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 23-mart. Suvda chuqib chiqib. Yana bor. Go'sht qilyapti. Yo'tkalarimiz, tuxumlar sotiladi. 10 ming so'm. G'oz tuxumlari bor, 20 ming so'm. Bunlarni juda yaxshi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa qilib mana tabiiy holatda boqamiz do'stlar. Qo'yvorma kech bo'ldi, charchab mastirib olgan. Eski to'plar. Do'stlar. Hop. Baba cross. Bismillah. Ardeski tuxumlarimiz sotiladi. Ardeski tovuqlar ham sotiladi. Tuxumlari 8 ming, tovuqlari 300 ming so'm. Jo'jalari 1,5 oylik, 1,5 oydan oshgani bor. Hamma vaksinasi bo'lgan 45 ming so'm. Tovuqlari mana bajonlarga e'tibor beringlar. Привозной. Mashalloh deb qo'yasizlar do'stlar. Tuxumlari ham, jo'jalari ham, tovuq o'zlari ham sotiladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki mavjud. Manzil Samarqand.